avtomobilni olib qo'yganmiz. Mashinamizda kuzatilayotgan muammo bachoylardan antifriz oqyapti ekan. Antifrizlari shu bachoyda choklardan qo'yadi. Buni tekshirishda oson yo'li. Bu yerda qopoq turadigan joyini bekitasizlar. Bu suv chiqadigan joyidan bekitasizlar. Kompressorda urasizlar. Shunaqa rezinka tiqib olsalar kompressorga. Davleniya berganlaringda qatdan qo'yayotganini ko'rsatadi. Ko'pincha mana shu 10x trekerlarda suv bachoylari shu chokidan qo'yadi. Yana bitta iltimos, gazavchi akalarimizga shu reduktorda qo'yishgan, hech qancha bo'lgani yo'q, hali bir hafta bo'lgan. Shu xomatlarini germetkalab qatirishmagan, shlankalarini shunday o'ziga qatirib qo'yishgan. Antifriz oqib kelgan mashinamiz. Mashinamizni hozir yana chiqarib germetkalar chiroyli qilib qatirib beryapmiz. Xudo xolasa antifrizlar oqmaydigan qilib bachoylarini almashtirib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, pastda nomini qoldiramiz.